Jonga tegdi shu negativlar. Sen nima ishing bor? Ha, nima deyapti? Yana qizlar bilan video o'rganingni gapiryaptimi? Ha, o'shalar. Yoqmasa ko'rma, shunaqa taqvodor ekansan deydigan odam o'zi yo'q. Shu odamlar nima deyishiga qaramasdan bosurish kerak. Nima qilsang ham baribir odamlar gapiradi. Balki to'g'ri gapirayotgan bo'lsa-chi. Kim? Odamlar to'g'ri gapirishayotgan bo'lsa-chi deyman. Biz qizlarni marketing qurol qilib ishlatamiz va prosmotrlarimiz ko'proq bo'lishi uchun olib chiqamiz. Hoy, ular aktrisa qizlar-ku, ularning sohasi shu. Ular shundoq ham videolarga chiqib yurishadi. Nima deyapsan? Bu gaping men restoranimda cho'chqa sotsam bo'ladi, chunki meni shef povurimiz sohasi shu degan bilan bir xil emasmi? Cho'chqani kim pishirsa ham cho'chqa bo'lib qo'yaveradi. Aktrisalikni ham qanaqa ayol qilishdan farqi yo'q. Ayollarning rolini, vaynlardagi parachkalarning rolini, sani xotiningning rolini kim o'ynaydi unda? Erkaklar ayollarga o'xshab kiyim olib rol o'ynamaydi-yu. G'alati-yu bu. Harom bo'lsa kerak erkaklar ayollarga o'zini o'xshatishi. Tavba. Shunaqa gapirasizlarki, xuddi sizlar ishlayotgan vayn, qisqa videolar jamiyatimizga o'ta kerak. Biz ularsiz qiynalib qolamiz-da. Turgan bitgani o'zi ichib chakishlarni, benikoh sevishib yurishlarni targ'iboti. O'zing ham ayollarni olib chiqasan-u, ibratli videolaringda xotiningni, singlaringning rolini kim o'ynaydi? Yasantirib olib, qo'g'irchoqdek qilib model qizlarni olib chiqasiz-ku, qora aka. O'ranganlarni olib chiqayotganingiz ishingizni halollab beradi deb o'ylaysizmi? O'zi o'ranishdan maqsad nomahramlardan chiroyini bekitish emasmidi? Ha, rostdan ham. O'zi oxirgi payt o'ranmaganlarni ham olib chiqadigan bo'lib qolding-ku. Aktrisalarni postoyanno o'zgartirib turasan nimagadir. Endi hammasi eriga tegib ketib qolaversa, men nima qilay? Hech qaysimiz istisno emasmiz. Ayollarni olib chiqib olib, nozlanib, erkalanib rol o'ynashiga qo'yib berar ekanmiz, jamiyatimizda erkaklik kamayib ketaveradi. Biz ayollarimizni ko'z qorachig'imizdek asrashimiz kerak emasmi? Hammaga ko'z qo'yurmasdan. Sen aytayotgandek yashaydigan bo'lsa, biz qola bo'lib ketamiz. Sen nima deyapsan? Biz ayollarni stop. Menga shuni aytlaring. Sen o'z xotiningni videolaringni olib chiqqan bo'larmiding? Boshqa aktyorlarning xotinining rolini nozlanib o'ynab yurishiga qo'yib berarmiding? Yo'q, erkakchiligi to'g'ri kelmaydi-yu. Ha, yasha. Sanchi o'zingni farzanding katta bo'lib, aktrisa bo'lib, qanaqadir vaynerlarni xotinini, qizini rolini o'ynab erkalanib yurishiga qarab turarmiding? Yo'q, men erkakman. Ha, bu masalada erkaksan. Sanchi o'rangan bo'lsa ham o'zingni xotiningni shunaqa ibratli videolaringni olib chiqqan bo'larmiding? Millionlab erkaklar sani xotiningni o'zinikidek tasavvur qilishiga qanaqa qaraysan? Yo'q, astag'firulloh, chidamasdim. Bilmadim, men xotinimni videolarimda olib chiqaman. Prosmotrlar uchadi. Ba'zida kommentariyada negativlar ham yozib turadi, lekin pul ham zo'r keladi-da. Xotinim ham chiroyli. Nima qilibdi boshqalar ham meni xotinimni chiroydan bahrosi. Ay, dayus.